Assalomu alaykum hammaga. Soat 5:02. Tak, bu mashinamizni mana bu richagini yangisidan qo'yamiz. Nimaga deganda buni treshnasi bu, mana qaranglar, yorilgan joyi ham bor ekan o'zi. Mana bu joyi. Mana futulka tugab ketgancha haydaganlarning sababiga richagimiz zamena bo'ladi. Ichi tuxum bo'lib qolgan buni. Sani blok qoqsa ham o'ynab qoladi. Tak, mягкий amortizatorlar qo'ydik. Prujin shashkalarni qo'ydik. Mana bu richagga sani bloklarni qoqdik. Bunda mana sani bloklar yangisi turibdi. Bu tomoniga richag yangisidan qo'ydik. Mana zubori yangi richag. Prujina, amortizator, mягкий. Bu yoqlar chotki. Oldilarni ham polni video qilgan edim. Mana oldilari ham hammasi tayyor. Xadavoy tayyor. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa tushiramiz mashinani. Tak, mana mashinani tushirdik. Endi bundan bu yog'iga mana zazora, prujinalar, amortizatorlar mягкisi qo'yildi. Podkreliklar. Bundan oldingi o'zini zavodskiy prujinasida propan gaz qo'ygandan keyin mashina o'tirib qoladi. O'tirib qolgandan keyin orqaga 4 ta odam o'tirsa, mana bu tegadi, mana bular yirtib tashlaydi. Endi bunaqa problema bo'lmaydi. Orqasi ham o'tmaydi mashinani. Xudo xohlasa, kimga agar xadavoyni yumshatish kerak bo'lsa, bomba qilish kerak bo'lsa, telefon qilib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mashinamiz tayyor.